Bismillahirrohmanirrohim. Abdul Qiroat kitobidan 19-darsimizni boshlaymiz. Sullamun narvon shoti, salalimu shotilar, narvonlar, mizallatun nima zontik, mazallun zontiklar, shari'un ko'cha, shavari'un ko'chalar, mururun o'tmoq, marra o'tdi, yamurru o'tadi, murra o't, bakiran ertalab, barvaqt, mutaakhiran kechqurun, maftuhun ochiq, muqfalun qulflangan, al-yawma bugun, al-laylata bu kecha, mahbubun yaxshi ko'rilgan, mamqutun yomon ko'rilgan, jayyidan yaxshi, yiqilmoq, ag'darilmoq, suqutun yiqildi, saqata yiqiladi, yasqutu usqut yiqil. Xo'p. هذا الشارع طويل bu ko'cha uzun. هذا الولد محبوب bu bola sevimli. هذا المقص جميل bu qaychi go'zal. أقفل الباب جيدا eshikni yaxshi qulfla. خذ هذا المقص الجميل bu go'zal qaychini ol. مررت بالشارع الجديد yangi ko'cha bilan yurdim, ko'cha bilan o'tdim. مررت بالشارع الكبير مع صاحبي سليم katta ko'cha bilan, katta ko'chadan o'rtog'im Salim bilan o'tdim. Nam debdi, nam emas, nim. Nim bakiran va qum bakiran. Ya'ni barvaqt uxla va barvaqt tur. Ji'tul yawma ila al-madrasati bakiran. Bugun madrasaga barvaqt keldim. سقط الولد في الشارع الكبير فبكى كثيرا. سقط الولد يعني bola yiqilib urdi qayerda في الشارع الكبير katta ko'chada فبكى كثيرا ko'p yig'ladi. التلميذ المجتهد محبوب والتلميذ الكسلان ممقوت. مجتهد يعني tirishqoq o'quvchi yaxshi ko'rilgandir, والتلميذ الكسلان ممقوت va tambal o'quvchi yomon ko'rilgandir. Al-babul kabiru maftuhun katta eshik ochiq, wal-babus saghiru muqfalun va kichkina eshik qulflangan. Ji'tul yawma ila al-madrasati mutaakhiran bugun o'qishga madrasaga kech keldim. Hal qara'ta darsaka ya Sa'id darsingni o'qidingmi ey Sa'id? Na'am qara'tuhu wa hafiztuhu jayyidan. Ha o'qidim va hifz qildim juda ham. Waladi muaddabun bolam tarbiyali. Lima ji'ta mutaakhiran nimaga kech kelding? Tilmizuka mujtahidun o'quvching mujtahiddir. Hada al-kursiyyu rafi'un bu stol baland. Bu stul baland yoki bu kursi baland. Va hada wadi'un bu past. Ana ji'tu ila al-madrasati bakiran man madrasaga barvaqt keldim. Va ja'a akhi Mahmud mutaakhiran va ukam Mahmud yoki birodarim Mahmud kech keldi. Siz bilan tarjima qilsak, 9-mashq. Bu kursi kichkinadir. Hada al-kursiyyu kichkinadir. Saghirun bu eshik ochiqdir. Hada al-babu maftuhun bu bola odoblidir. Hada al-waladu muaddabun bu o'quvchi faoldir. Hada at-tilmizu mujtahidun yoki nashitun bu ko'cha kattadir. Hada ash-shari'u kabirun mening qalamim chiroylidir. Qalami jamilun qalami jamilun sening qalaming uzundir. Qalamuka tawilun sening o'g'ling odoblidir. Ibnuka muaddabun faol o'quvchi suyuklidir. At-tilmizu an-nashitu mahbubun yoki at-tilmizu al-mujtahidu mahbubun dangasa o'quvchi. Dangasa o'quvchi qani ko'raylikchi. Dangasa o'quvchi suyuksizdir. Dangasa o'quvchi at-tilmizul kaslanu suyuksizdir. Bu yerda g'ayru mahbubin deb tarjima qilsak, Alloh alam yaxshiroq bo'ladi. Mamqutun deyish biroz noto'g'ri, suyuksiz, ya'ni
yaxshi ko'rilmagan, yomon ko'rilgan degani emas, ya'ni yaxshi ko'rilmagan. Xo'p, mamqutun desak ham bo'ladi, lekin g'ayru mahbubin degani to'g'riroq. Xo'p, ey o'g'lim, yabni, ushbu yaxshi qalamni kelib olgin. Ushbu yaxshi qalamni kelib olgin. Ta'al khudhil qalama al-jayyida. Ta'al khudhil qalama al-jayyida. Hada. Khudhil qalama al-jayyida hada. Ey otajonim, bering. Hati ya abi. Hati ya abi. A'tinihi ya abi. A'tinihi ya abi. Otga minib, keyin o'rtog'imnikiga bordim. ركبت الحصان ثم ذهبت إلى صديقي. ركبت حصاني فذهبت إلى صديقي ثم ذهبت إلى صديقي.